Xo'p, Baliq bozor yonida o'zim choyxonasi bor, hamma biladi, Chinozda. Bu yerda faqat baliq emas, xasp bilan kalla pochcha ham bor ekan. Endi baliqni hidiga to'yib qoldi, biz bozorda aylanib, o'shanga bitta mana shu xaspni ham ko'rgimiz kelyapti. Qanchadan berishsiz, xola? 10 Necha pul kilosi? 120. Shu turishda 82 minglik bo'ldi. Ozgina kallani go'shtli joyidan oldik. 2 bo'lak hasab. Hozir buni choyli qilib to'g'rab olib, o'tirib choy ichib olib, keyin Toshkentga yo'lga chiqamiz. Qasib qilayotgan opa bu yerda 10 yildan beri ishlayotgan ekanlar. Vah, buni qaranglar, go'zalligini qaranglar, buni qasib qilib. Yomon yaxshi ko'raman demak, qasib qo'zim. Bismillah. Bu til. Tili uzun bo'ladigan mollar uchun. Bitta eng vajli joyi, bunisini olmasa bo'lmaydi. Xo'p, ichkariga kirib joylashib oldik. Hozir buni mazasini ko'ramiz. Video yoqqan bo'lsa, obязательно like bosib qo'yinglar. Lokatsiya o'sha Telegram kanalida bor.